Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, til bilan bog'liq mavzularda bugun ham inshaalloh davom etamiz. Yodingizda bo'lsa, chiqishlarimizning birida Marg'ilonda o'tgan ulug' allomalardan Abdusamad Oxund Qoyil Marg'iloniyning bir muhammaslaridan bir bandni, demak, qisqa o'rgangan edik. Bugun yana ana shunday ibratli so'zlarini siz bilan bo'lishmoqchimiz. Hazrat aytadilar: Dilingda lafzi Allohni doimo takror qil. Dilingda lafzi Allohni doimo takror qil. Tebratarda tillaringni mashg'ul istig'for qil. Xobi g'aflatdan ochib ibrat ko'zing bedor qil. Bandalikdan to'shalar uqubo uchun tayyor qil. O'tmasun behuda umring, ey birodar kor qil, deb aytgan ekanlar. Ya'ni, ey banda, dilingda lafzi Allohni doimo takror qil. Dilingda ding hech qachon bekor turmasin. Qalbingda Alloh, Alloh, Alloh lafzini doim takror qil. Dilniki shu, tilchi. Tebratarda tillaringni mashg'ul istig'for qil. Dilingda doim Alloh, Alloh deganing kabi tilingni qimirlatsang istig'forga mashg'ul qil. Tilingda doim astag'firullohal azim, astag'firullohal azim, Alloh qilgan gunohlarimga mag'firat so'rayman, Alloh gunohlarimni kechir deb yur. Dilni aytdilar, tilni aytdilar. Endi ko'zchi. Xobi g'aflatdan ochib ibrat ko'zing bedor qil. G'aflatda turgan bu ko'zingni ochib, atrofdagi borliqdagi jamoadot va nabotot, Allohning yaratqichlariga, yaratiqlariga ibrat nazari bilan qaragin. Birovning aybi, birovning masalan xatosi, birovning ziynatiga emas, balki Allohning yaratiqlariga ibrat nazari bilan boqqin. Xulosai kalom nima? Bandalikdan to'shalar uqubo uchun tayyor qil. Oxiratga chiroyli ibodat, yaxshi bandaliklardan ozuqalarni nima to'sha ozuqa, ozuqalarni tayyorlab ol. Nega? O'tmasun behuda umring, ey birodar kor qil. Xulosai kalom, ey birodar, umring behuda o'tib qolmasin. Oxiratga nima kor qil, ishlab olgin deydilar. Dilga ham vazifasi bor ekan, tilni ham vazifasi bor, ko'zni ham vazifasi bor, barcha a'zolarning vazifasi bor. Xulosa oxiratga katta to'sha ozuqa olib ketishlikdan iborat ekan.